Hammaga assalomu alaykum. O'sha Minecraftga kiryapmiz. Короче, biznesmen hayoti va youtuber hayoti videosi ikkalasi bitta pozada. Hozir xudo xolisa umid qilamanki, Minecraftimiz kiradi. Va mojang chiqdi. Mojanga ishonch yo'q. O'tgan safar ham xuddi shuna bo'ldi. Videoni yarmiga kelganda o'tib yubordi. Buni men tekshirsam, mana buni o'zini ichidagi GPU, KPU deyiladi. Ishqilib o'sha narsasi o'chgan ekanda, ishlamagan ekan. Bu prosta sahna qilmagan ekan. Shunaqa muammolar bo'lyapti. Video shuncha olinmayapti. Men bo'lmasam har kuni o'sha qo'ymoqchi edim. Kirdi, shuncha bor. Men o'zi alohida video qilib qo'yganman, video deb yozib qo'yganman. Bismillah. Ssenariyga kiramiz, so'nsam ketdi. Endi aybga bermaysizlar, videoni vaqtida boshlab qo'ydim, chunki o'yinga kirgandan keyin videoni boshlash qiyin. Nimani bosish ketdi. Bo'lishdi. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Mertova streamer. Qarindozimga qanaqa cho'tka kiyib oldim. Короче, men bitta anaqa do'kon ochgan ekanda. Hozir borib ko'rib kelishimiz kerak. Asosman Minecraft. Baglar. Nishi yoziladi. Ko'rasiz, knopkani qancha bossam, notebookga kelganda ochilyapti. Eshikka kelganda yo'q. Mayli, hozir borib ko'rib kelamiz va mana biz do'kon ko'rib turibsiz. Emblema qancha bor. O'zim ishda ochilgan qanaqadir do'konmi, nimadir sotar ekan, mebelmi sotar ekan. Bismillah. Mebel do'koni. Salom. Salom, kelavering. Ko'rishingiz mumkin. Va bittasi degan do'stlar, bu mana masalan prina bosadigan bo'lsak, bundan bittasi degan ma'noda. Sizlar noto'g'ri tushunmaydi. Короче, mana bunaqa bitta olinadi, qo'yiladi. Tushunasizlar? Xuddi shunisi $200 degan. Xo'p, qishloq va bu yerda pullarda mana buni eng oxirini tagiga solinsa kerak. Shunaqa. Ajoyib. Короче, mana uyimga mebel olsammikan do'stlar? Kichik kafemizni ocharmidik? Ha do'stlar, nima deysizlar? Videoga like bosing, kanalimga obuna bo'linglar. Qani bu videoning keyingi qismi nima bilan tugayotgan? Bu videoni hozir bugungi qismi короче do'konimizga o'zimizning yangi yana bitta biznesimizni boshlaymiz. Bu do'konimizni ko'rib turibsizlar, eski bir stasionar ochib qo'yish kerak. Klientlar asta ko'payib, yaqinda bozor qurilayotgan ekan do'stlar. Shuning uchun ham hozir borib kelamiz dedik. Buni eshigini nimasini bekitamiz. Keyin do'kon ochiq turadi, baribir o'g'rilar yo'q. Короче, men kichkina uylarni ta'mirlab katta bir do'konga aylantirishayotgan ekan. Sizlar bilan bugun огород sotib olamiz agar vaqtimizga yetib qolsa. Vaqtimizga yetadi, chunki vaqt cheklanmagan. Yana bak shart. YouTube'ga men yozganman, afsuski YouTube kanal berishmayapti, chunki bizda avtor yo'q ekan. Kechirasiz. Avtor yo'q ekan. Mana qaranglar. Qaysinisida mening YouTube kanalim borligi esimdan chiqib ketgan. Ikkala fleshkani ham tiqamiz, buni ham. Yaxshi ham ikkita fleshkali notebook olganman, ikkita fleshga ketadigan. USB stores deyapti. USB ni bittasini tiqalasan deyapti, faqat deyapti. Qani bismillah. Bu oddiy fleshka. Yo'q, YouTube bor ekan. Ajoyib do'stlar, hamma narsasi nol. Sizlar bilan bugun video olamiz YouTube'imizga. Mana video do'stlar, tak, mana videoni ham olib YouTube'ga ham joylab oldim. Endi do'stlar, endi nima qilamiz desanglar, mana men fleshkani tekshirib ko'rishim kerak. Okey, uzr do'stlar. Shunaqasi ham bo'lib turadi-da YouTuber hayot. Nima ham desanglar. Okey. Fleshkani olib, men bunisini qo'yamiz. Qarang. Opa. Bo'ldi. Endi qani birinchida nimalarim bor edi? Ancha bo'ldi bu videoni chiqarmoqchi bo'lganimga, lekin chiqmagan edi. Fleshka dur XXZ kodi. Menga qiziq tuyulyapti. Bu nima balo ekan? XXZ kodi qani bismillah. Da do'stlar, esimdan chiqib ketdi bu narsa. Tak. Ma'lumotlarim saqlanadigan, demak qizil fleshka. Mana pilushasini to'g'raymiz. Do'stlar, birinchi videomni oldim, qani ko'ramiz. Ro'yxatlarim bor edi, hamma narsam bor edi. Do'stlar, qaranglar, bugun men uyimni remont qilmoqchiman. Hozir shuning uchun ham mer yoniga borib, qanadir nimadir dastavka qilmoqchiman. Mer do'koniga o'qish kerak. Hop, mayli. Qizishmaymiz. Xo'sh, mer. Nima bo'lyapti? Menda senda kiyimlar bor-ku. Unda mer.
Shuni bug'doylar, pul. Tepa etajga chiqqan senga zo'r sovg'a bor. Senga dedimmi? Hammaga email keladigan bu. Menga email kelyapti do'stlar. Men Abrobodga qilay dedim. Uzr aslayman men. Men hech narsa yo'q-ku. Yaqinda dastavka kelish kerak. Sen uchun zo'r narsa tayyorlab qo'yganman. Menga qaraysan, bugundan boshlab katta bir nimani o'zing yuritasan. Tushunmaysanmi? Sen unga pul tikasan, investitsiya qilasan. Короче, o'zing xohlaganingni qilasan. Lekin aytib qo'y, o'zingcha bir nimalar qilib tashlab, yoni bekitib, o'zingcha xo'jayinlik qilmagin. Menga pul to'laysan, va ana o'sha joyni senga beraman. O'zing xohlaganingcha yuritasan. Tushundingmi? Ijaraga olasan, короче. Da bo'ldi mer. Tushunib oldim. Короче, men sizlardan video yoqishimni oldim. Bitta joy aytib qo'yganman degandi. Короче, o'sha mer joyini biz arendaga olib, unga har kuni har xil pul to'lab, ya'ni bir xil, lekin har xil nimada pul to'lab. Salomlar, pullaringni qaro. Sen boysan, men esa bo'lmashamadi. Nimaga kelding o'zi? Men xafa bo'lmaysan degan umiddaman, lekin senga havasim keladi, to'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zingni maxsus noutbuklaring bor. Nimaga YouTube'ingni ochmayapsan? Shunchaki bilmadim, haligacha YouTube yo'q. YouTube fleshkasi. YouTube fleshkasi. Tushunarli. Mayli, shu mana bu rotimni ko'ryapsanmi? Ko'ryapman. Judayam senga havasim keladi. Mayli. Okay. Dastavka kelish kerak, hali beraman. Yaxshi. Do'stlar, nimagadir men bunga havasim keladi. Chunki qaranglar, buni setapini dajmanda notebookka o'zi bor, короче, men beradigan yer, mana bunaqangi joy beradi. Biza uni kichkina bir do'stlar kafe qilmoqchiman. Va bu dachalarni olgim keladi. Bu juda ham qimmat qishlog'imizdagi. Lekin men bu o'zimga kichik do'konimni qurdirganim qaranglar. Oy. Do'konni yuritamiz unda do'stlar. Hozir ochiq qo'yishadi. Xo'p, men qaytdim. To'xtanglar, men do'konimni ochib olay. Xo'sh, nimalar kerak? Bizga mana bu Shirley ruletini reklama qilishga davra shundan beri bor. Shirley rulet, ikki xili bor. Hammasini olamiz, hammasini. Necha pul bo'ladi? Tangal xilari bor edi. Qizil rulet, oq rulet $45, unisi $50. Do'konga kirish taqiqlanadi. Hammaga berish kerak, hammaga. Voy, bolalarni kirmanglar. Вообще hozir tashlayman. Mayli, hozir berib yuboraman. Faqat naqd pul berasizlar-da. Bo'llarni berib yubordim. Hammalarga yetdimi? Yetti, rahmat. Do'kon bekilyapti-da. Do'stlar, bugungi bilasizlar nimalar qildik? Do'konni sen nima qilyapsan? Borib. Shana do'konimga kirasan mana. Do'kon beku, короче, kirma. Ertalab seni ko'rmay. Bu yerga bozor ochilishini eshitilib, men bu yerda bizani qishloqlar kelyapti. Men bu yerda do'stlar, menda qaranglar $100. Meni uyimga kirishmash. Ro'ramayman, kirishma. Meni uyimga kirishma, tushundingmi? Sana yo'qol. Вообще-то meni uyimdan. Вообще bo'la, o'zidan ketyaptim. Ertalab bo'lsin. Nimalar deyapsan sen? Jinnimisan? Nima? Вообще senga mayli qo'ydi. Do'stlar, men buni tomi ketibdi, men buni. Короче, do'stlar, men bu yerda nima qilayotganini eshitgan butun aholi kelyapti. Men bu yerda men asabim zo'r. Ya'ni, короче, men bu yerda do'stlar bitta problema bo'lyapti. Hozir men ishlasin deb men bu yaramas. Hamma mana ekiniga qarayapti, boshqa qilyapti, lekin do'stlar, bitta narsa bo'lyapti bu yerda. Короче, Shon mana bu qishloq shaharda turadi. U qishloqqa kelib o'ziga uy olmoqchi bo'layotgan bir paytida uyi berishmabdi-da, ya'ni pulini olib uyi berishmabdi. Hozir u qishloqda unaqa emas ekan. Endi nima qilamiz? Ilojim yo'q do'stlar. Do'stlar, men hozir YouTube'imni ochib qarasam, mana buni qaranglar. 100 ta obunachi, 100 ming kishi ko'rgan, 10 ta video qo'yilgan. Sizlar aytishingiz mumkin bitta video deb, lekin men sizlardan yashirman video qo'ygan paytlarim ham bo'lgan. Endi mana shu 100 ka bo'lsa, bizga YouTube knopka va pul keladi. Oy, mana buni ko'rib meni tomim ketyapti, buni qaranglar. Qanaqangi kayf beryapti. Soatni qaranglar, 8:30, bu 1 soatda anaqa ko'rsatadi. Notebookdan chiq, bu yoqni qaranglar. Endi men bo'lmishga yashashaman.
Nima qilamiz deb o'ylaysizlar bugun? Bugun albatta remontski qilamiz uyimizni, chotki qilamiz. Hozir men bitta usta gaplashib qo'yganman, короче, keladi, u bizga remont qilib beradi uyimizni. Albatta do'stlar, sizlar bunaqangi videolarga like bosib, kanalimga obuna bo'linglar, chunki ko'rasizlar, sizlar uchun shuncha harakat qilaman. Tak, hozir bitta saytga kiramiz, telefonni och. Mana saytimizda do'stlar chiqib keldi. Короче, men uyimga mebel olmoqchiman. Boyagi buvadan olamiz, to'xtanglar, saytni bekitamiz, telefonni o'chir. Boyagi buvadan borib, hozir mebel olib kelaman do'stlar. Oh, qanaqangi kayf do'stlar buni. To'xta, hozir pul kelishi ishonaman. Hammaga salom. Kela qop bolajonim. Monitorlarni qaranglar, mana shunaqasida ishlasammikin. Pullarimizni ajratib olamiz. Endi birinchi o'rinda menga gaz plita kerak bo'ladi. Hozir nima qilamiz? Yo'q, mayus. Uzr. Men 64 dan emasman, endi kechiring meni. Mana qilib men betga olib turib, mana qilib qo'yib qo'yamiz bitta gaz plita. Bitta uyga kerak bo'ladigan bunaqangi olaman, qarang. Hoppa. Bitta uyga mana bunaqa olaman. Jami bo'lib menda 1100 botdimi? 1100 botdi. Hozir men 1100 ga qo'yib beraman. 1100 qo'yib berish uchun bu biratgan bunaqa. Yana qilib turib 1000 va 1100. Все, mana kassangizga solib qo'ydim. Endi esa barcha pullarimni bitta qilib olay. Qancha pul qoldi? Hop, mana bulardan oldim. Endi menga kerak bo'ladi suv. Suv idish kerak bo'ladi. 100% suv idish kerak bo'ladi. Bitta va bitta 3 ta bundan olsam do'stlar. 3 ta qolish kerak hozir 3 ta. Qolamiz. Mana qolamiz. 3 ta kerak bo'ladi menga. Bunaqadan, hop, $200 bo'lsa 600, $900 berishim kerak. 9 ta bunaqadan berishim kerak. Okey, hozir 9 tani ajratib beraman. Hop, bu 7 ta bo'ladigan bo'lsa 9 ta. Mana 9 ta tayyor. Endi buni kassiga solaman alohida, mana 9 ta. $2000 ketdi bu boy. Bu ham o'tirgan joyda biznes qilyapti. Hop, bularni teparoqqa olib qo'yamiz, pullarni teparoqqa, birinchi pul, birinchi slot. Hop, keyingi oladigan narsamiz do'stlar. O'tirish uchun mana bunaqa bunaqalarimiz bor. Xolodilnik $1000 ekan bittasi. Bitta olsam olmanda nima bo'pti? Mana bunaqa katta xolodilniklardan kelsa aytsanglar, nima qilaman? Hozir sizga men $1000 ajratib beraman. Bu 1,5 ming, bu esa 700, 800, 900 yana 200 kerak bo'ldi. 300, 200 bo'ldi. $1000 tayyor. Va buni o'zini kassasiga solamiz. Lekin normalniy pul ishlayapti. Mebel sotida. Mana mebel sotuvchi bo'lsam-mikin, do'stlar, bizneslar ochib sekin. Eski kompyuter va buni qaranglar, sizlar ham ekran ikkita yoniga qo'yib qo'yishgan. Do'stlar. Hozircha bunaqangi qilamiz, kirmoshina $2000 ekan. $2000 ajrataylik. 2000 bunga ajratamiz. 2600 bo'lib ketdi. 1300, 1900, $2000 ajratib, bitta bunaqangi kirmoshinadan olamiz. Okey. Bo'ldi, bitta bunaqangi kirmoshinadan olsak $2000. Do'stlar. Pulim meni hech kim ketyapti. Buvaga. Bu ham o'tirgan joyda hozir 5000 ga shilib oldi. Hop, menga kerak bo'ladi keyin mana bunaqa stol-stullardan olsam-mikan. Masalan, shuncha nima oldim endi bitta mikroto'lqinli 700 ga olmasam, endi uyat bo'ladi, qaranglar. $700 ga. Bittaga $700 ga hozir bundan olamiz bitta. Okey. Bitta shundan, buni pulini mana kassani ochmoqchiman deb, kassani oching. $700 mana buni. Mana 5700 o'tirgan joydan kelsa, normalniy emasmi do'stlar? Yoki $800 ga nima bor? Eski kompyuter bor ekan. Davaychi olib qo'yamiz bitta. Bizdan nima ketdi? Kompyuter $800 ga sotyapsiz. Bo'ldi. O'tirgan joyida buni qaranglar. Pulni olib sizga berishim kerak bo'lsa. Biz o'tirgan joyda $6500 hozir oldi mendan. Endi $6400 ga uyimizni remont qildirtirsak do'stlar, mana buni qaranglar, men nimalar olib tashlamadim emas bu chopga. Lekin normal do'stlar, hop, bitta mashina ham olsa bo'ladi. Lekin mashinamizni albatta modim yo'q, sizlarga ochiqchasiga aytaman. Endi bu uyni biz noldan remont qilishimiz kerak. Uyim vashi kichkina narsalar. Tepadan biz yo'l ochamiz, xudo xolisa. Hop, men o'zim qilib tashlayman hozir. Bitta saytim bor. Hop, saytga kiraman. Saytda mana do'stlar. Uyim rangini do'stlar вообще oppoqqina qilmoqchiman, lekin rangli bo'lsa juda ham chiroyli turardi menimcha. Qanday rang qilamiz? Kelinglar, yam-yashil qilamiz. Yam-yashil.
Yam-yashildan biz olishimizga kerak bo'lgan rang bir stak yetadi yam-yashildan. Bu bitta kerak emas. Bir stak yetadi. Yo'q, buni olmayman. Hop, menga keyin kerak bo'ladigan mana bunaqangi kichkinagina lampasi, setura lampasi. Yo'q, bu chiroyli orqa fonga. Bulardan cheksizlar olaveramiz. Cheksizlar uncha qimmat. 1600 dan ekan, ikkitasi 3200 bo'ladi. Ben bir stakimiz 8 dollar bo'lyapti. Oy do'stlar, pullar ketyapti. Mayli do'stlar, endi uyimiz uchun to'xtanglar. Lift bo'lsa agarda lift olamiz, bo'lmasam oddiy qolaveramiz. To'shamalar bor, obsharadigan portret yozadigan. Mana buni lekin polga qilsa chotga tursa kerak. Oyna hozir kerak emas. Mayli, mana bundan olaveramiz. Bu ham cheksizga iloji yo'q, endi cheksizga olaveramiz. Mayli. Cheksizimiz bor aytganimdek 1600, 1000 bo'lyapti, 600 bo'lyapti, 900. Buni bitta bersa 1616. 800 dollarim qoldi. Shuncha narsa olib endi nima qilaman do'stlar? Ishlatib bo'lgandan keyin qaytarib beradi cheksiz. O'ylamanglar, poliga ham taxta kerak. Faqat polini mana bunaqa rang qilamiz. Bunga 800. Buni hech pul bo'lyapti, poli cheksizga olsak. Nimadir berishga to'g'ri kelyapti. Mayli, nima deymiz? 11 telefonlarda yuribman. Nima desam bo'ladi? Saytdan chiqamiz, mayli 800 beramiz. Endi remontni boshlaymiz. Narsalarimizni ko'chirib oldik do'stlar. Mana do'stlar, narsani ko'chirib oldik. Endi kerak narsalar teparoq qolib turamiz. Ishni boshlaymiz endi remontni. Bizda birinchi o'rinda mana bularni almashtirishim kerak. Bularni men yashilga almashtiraman albatta. Uning rangi go'zal rangida turadi. Do'stlar, sizlar o'ylayotganda mana bunaqangi prям жёсткий qilyapti. O'zicha kreativdan olyapti hamma narsani. Demanglar, mana o'zimizning mehnat bilan kelayotgan nimalar. Sizlar o'ylamanglar, buni kreativdan olib o'zicha nima qilyapti deb. Yo'q, men kreativdan olib o'zimcha qilganim yo'q. Shunchaki do'stlar, survivalga o'tish men uchun bu foydalanuvchilarda qiyinlik tug'diryapti. Men to'g'risini aytaman. Foydalanuvchilarda qiyinlik tug'dirayotgani uchun men o'zim kreativda shunaqangi videolar olaman. Albatta, kelajakda men survivalga o'tishga o'rganaman. Ungacha sizlar kanalimga obuna bo'lib, videolarimga like bostiringlar. Biz esa shuncha harakat qilib, sizlar uchun harakat qilamiz. O'zimiz uchun emas, sizlar hammasi. Shu kecham bo'lib ketdi va sizlar qayerdan kelib qoldinglar? Sizlarni men hozir boplayman bu kadr ortida. Kadr ortida shunaqangi nimalar bo'lib turadi sahnalar. Nima deysizlar? Nima qilyapsiz bularni? Men chiqarib yuborsam, bular jitil bo'lsa, bilmasa do'stlar. Salamlik gapiraylik bizlar. Nima deyapman bular? Üstümüzden kulib, vakiliz, oila bo'lib kirib olganmisizlar. Bu ana hududdim, maksan. O'lishga haqlisan, ko'shkalar. Okey, 1 minus 2 minus, men ikkita birashgacha ham hozir qoqib olaman. Biz to'g'ritdimi hozir ikkita edi-yu. Endi kadr orti sahnada do'stlar, nima deysizlar? Kreativ bo'lganim bilan yaramaschalarni ilojim yo'q, o'ldiraman. Men bu orqa fonni ham chiroyli qilib olsam. Aytdim. Qayerdan kirib kelyapti desam, mana buni qo'yish kerak ekan. Nima o'ldirib charchadim. Nima qilib o'yladim, mendan boshqa ishim yo'qmi? Sandan boshqa kirmalaring. Dars berib qo'ydik-da. Hozir kadr ortidan bilan ham qo'ymasam, aniq bunaqangi qorong'uda qilishim kerak bo'ladi. Sizlar uchun yorug'lik bo'lishi kerak. Shunga mana qilamiz. Endi uzrasizlar, kreativda bo'lgani bilan xo'sh kadr. Endi do'stlar, men bu taxtalarni mana bunaqangi kechirasizlar. Endi boshqa ilojim yo'q, nima qilaman? Okey. Xato ketyapti. Fanarniklarga aylantirib chiqmoqchiman. Haqiqiy do'stlar, uyga aylantiryapmiz bu uyimizni. Endi esa men bu yerlar ko'shkalar, hozir aytdim, kirmanglar dedim mana. Orli yo'qallar chiqani ko'zimga ko'rinma. Ko'maraman. Okey, bo'ldi. Hali ko'maraman dedimmi? Ko'mib yubor. Men yana bir blok. Okey. Bir blok sani. Onanglarni qaytib ko'rmaysizlar aytib qo'y. Sen biratishgacha ham okey. Let's go. Qaytib kirmaysanlar-da uyga. Birovni uyiga kiringlar. Debsizlar. Mana.
mana do'stlar uyga aylanadi. Tepa qavatiga o'tish uchun mana bunaqa litrlardan qo'yib chiqsak, yo'q shart emas. Endi bu yoqni tepasini qanaqa qilamiz? Taxtani hammasini tashlaymiz. Bunaqangi prizmarin rangli chiroyli qilib quramiz. Sizlar bilan albatta har doimgidek men bo'laman. Videolarimga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki maqsadimiz 10 tadan oshiq obunachi to'plash. Hamma qaranglar sizlar. Oy bo'lyapti. Bir blok emas, men bittadan yopish kerak. Let's go do'stlar. Bo'ldi, bu yo'ni konstruksiyasi ham tugadi, lekin qaranglar. Tushunarmi? Chiqqandan keyin mana uchun bunaqa qilish kerak. Saychosni. Bu olmasaga, mana bunaqa turib, bunaqa qilamiz. Siyona do'stlar. Sizlarga naqdga mana do'stlar qurib beraman. Afsuski mana bular bizga xatolik tug'diryapti. Iloji yo'q, olib tashladim. Lekin mayli. Endi ortiqcha bloklarni olib tashlaymiz. Mana bularni. Snariga qaytamiz. Tak, mana do'stlar darrov qurib oldim. Darrov qurib oldim. Mana ko'rishingiz mumkin. Chotki bo'ldi. Endi buni decoration bilan shug'ullanamiz. Albatta kelajakda yaxshiroq nimalarga erishaman, lekin boshqa ilolim ham yo'q edi. Yo'g'i narvani stol-stulni olib qolamiz kelajakda. Bu yo'g'i notebookim bu tarafga va mana bu yaramas soatcha bu tarafga. Bo'ldi do'stlar, bular endi kerak emas. Bularni hammasini ishlatib bo'ldik. Endi mana bularni davri kelyapti. Qo'lim qaranglar qanaqa. Jo'ska ham tepaga chiqiladi, tepadan o'tiladi va mana shu tepada bizning oshxona bo'ladi. Hamma narsa o'ylab chiqilgan, qaranglar. Bu blok sindiramiz, gaz qo'yamiz. Mana bloklar hammasini sindirib chiqishimiz kerak. Bo'pti, cho'tam pretapga. Qaranglar. Gaz ustiga qo'yiladigan turbani endi bilan qo'ysak. Yana bitta kanistra, bitta bunaqa bu yerdan dalish kanistra ketyapti. Bu yerga bitta xolodilnik tushyapti. Bu yerga bitta kir mashina tushyapti. Buni ustiga esa bunaqangi mikrovolnovkacha tushyapti. Mana do'stlar, sizlarga chotki konstruksiyalar berib yuboraman o'zim hamchi. Qaranglar. Kompyuter bu yerga qo'ymaymiz, kompyuterni kelajakka olib qo'yamiz. Bu fleshkalar ham albatta nima kompyuterroqda xohlasa keyin ishlatamiz. Ko'rishingiz mumkin, bizda uyi tayyor. Endi qo'yamiz. Ertalabdan hammaga assalomu alaykum. Uni qaranglar, kompyuterim oy printer routerlar chiqyapti. Mana bunaqangi lejenda bo'lib qoldi. O'zimga ham xatolik tug'diryapti. Men bu modda yaratuvchilardan bitta narsani so'rardimki, mana shu kompyuter olganda ichidagi narsa o'tib ketmaslik uchun nima qilish kerak? Iltimos kompyuterga yozib ketinglar va do'stlar bizning uy endi chotki bo'ldi. Endi eshik zakaz qilamiz. Mani pullarim bor edi. Pullarim qayerga ketdi? Mana bir stak pulim bor edi. Qayerga ketdi? Inventarimda yo'q. Do'stlar, bir stak pulim bor edi. Kim esda? Hamma narsamni yo'qotib boshqa narsa olmadim. Shekilli, mana bitta bir stak pulim bor edi. Yo'qotib yuboribman do'stlar, menimcha. Videoni qaytarib ko'ringlar. Yo'qolib ketsa mayli, hech narsa qilmaydi. Bu endi bo'lib turadi, menimcha bug bo'ldi. Hammalarga rahmat do'stlar. Bugungi videomiz sizlarga yoqdimi yo'qmi? Kommentariyga yozib ketinglar. Bugun albatta zamonaviy uy qurdik va bunaqangi chiroyli, mana bu yerdan jo'ska ko'rinib turadigan. Albatta buni kelajakda yaxshilaymiz. Do'stlar, men shuncha harakat qilyapman sizlar uchun. Mana ko'rib turibsizlar, men necha bor marta harakat qilib, mana shuncha nima qilib o'yinni modlarini yuklab, mana bu yerda o'zim qiynab, asablarimni bardoshini ketkizib, ham shuncha harakat qilyapman. Sizlar
bitta obunani ayvosida mandan. Nimaga shuncha qiyinmi do'stlar? Men harakatimga bitta obuna kammi? Mana buni qaranglar. Men shuncha bilan modlar topib, keyingi videoda sizlarga mana shu modlarni obzor qilib o'tishimni xohlasanglar, ko'rsatib, qanaqa qilib yuklab olish, qaysi prilojeniyega tushadi, tushmaydi va qo'shimcha o'yinlarni, Minecraftga oid barcha narsani ko'rsatishimni istasanglar, videolarimga like bosinglar. Ikkitadan oshiq like bo'lsa, men shularni qilaman yokida keyingi 4-qismi chiqadi bu videoning. 4-qismida biza oldindan aytib o'tishim joiz emas. Ya'ni o'zim ham bilmayman. Hozir o'zimcha proyekt qilman. 4-qismda yangi uy olishimmi, do'konimni yangilashimmi, masalan, do'stlar, bu katta supermarket bo'lib ketadi. Aynan mana xatolarim bor, videolarda bilaman. Lekin meni ilojim yo'q. Hozirda yaxshi sharoitim yo'q va men pul yig'ish strategiyasini boshladim. Bugundan xohlasa dushanba kuni 1 oy 30 kun ichida keyingi oy 27-kuniga qadar pul yig'ib streamxona qurishga harakat qilaman. Vlog, ya'ni o'zim yuzimni ko'rsatishimni istasanglar obuna bo'linglar. 10 tadan oshsak o'zim yuzimni ko'rsatib vloglar olishni boshlayman. Hammalarga rahmat do'stlar. Men shu oxirigacha ko'rib, bizning videoni qadrlab, mana bu yerda shuncha harakat qadrlaganinglar uchun albatta rahmat. Bu kartani ko'pchilik qidirib yurgan ekan. Men sizlarga keyingi videoda tushuntirib o'taman. Bu kartani qanaqa yuklashni yo'lidan ko'rsataman. Hammalarga rahmat do'stlar. Video kartasi hech qachon o'chib ketmaydi. Bu har doim turadi. Kelajakka lekin o'chirib olaman. To'g'risi chunki mayli do'stlar, hammaga rahmat.